Toshkent City nima bo'lyapti deb kutayotganlar bormi? Bicha arafasida. Toshkentdagi tennislik kort, yangicha innovatsionniy. Bu yerda biz razdyalka, mana bu yerda dush kabinka, shu zdaniylarning administratsiyasini qilib beryapmiz. Bugun mana romlar qo'yildi. Okalarni tashqi fasadni boshlashdi. Polniy travertin bo'ladi. Ichkarida o'sha okalarimiz mana mebellarni qo'yishyapti. Eshiklarni qo'yib berib, eshiklarga bitta baho berib qo'yasizlar. Eshiklar bor. Vishchi kategoriya. Mana magnitli mexanizm qarab turinglar. O'zi yopilgandan keyin chiqib qoladi ichidan mana. Ko'rasizlar? Qanaqa turganda chiqmaydi. Amatda razdyalkalar. Bu yoq tomonda mana dush kabinkalar. Bu ichkari malarkalar ham bo'lgan. Tashqi tomonda tepadan oyna qo'yilishi kerak. Sliflarni kelib qo'ydik. Alikaponlar hammasi ishlarimiz bitgan. Mana bu yerda mana hamma lekin polniy напряженный ishlar ekan. Mana bu yerda alikaponlarimizni yopamiz mana. Orqa tomonda sliflar yopilyapti mana. Hammasi kontrolda, pat kontroli. Uzoq 3 kun bo'lmasam 2 kunda chiqib ketsak kerak deb niyatda turibmiz. Bitgandan keyin to'liq obzor qilib beramiz. Ish jarayonini bitta sizlarga ko'rsatdim. Bu qanaqa joy o'zi? Bu hamaqangi innovatsionniy tennislik kort. Shundoq Toshkent City Mall ro'parasida Paxtakor metrosini shundoq yonida, konservatoriya tomonda, yo'q tomonda Oy ko'cha. Kim qiziq bo'lsa, kelib bitta tennisda o'ynashga kelsanglar, mana shu yerda biza qurgan zdaniylardan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Kimga mana shunaqangi zdaniyalar kerak bo'lsa, orqaga chiqib ko'rasizlar. Jiloy, nejiloy, administrativ zdaniyalar, davlat ko'rsatbeklar, xususiy obyektlar hammasini qo'yamiz.